To'g'ridan to'g'rilaveramiz. Ya bo'ldi, durarsin. Assalomu alaykum. Katolami kanali obunachilari. Yana navbatdagi 22 kilovat, ya'ni shu pastdan katolimizni Shavot Lennizm nima deb? Shavot Katkala qishlog'ini yetkazib keldigina 22 kilovatlik pastdan katolimiz. Bu ham 4 qatorina. Nashallari. Tekrar birinchi, ikkinchi, to'rtinchi qator o'zini. Eshiklarini 3 qatorda ishlangan, ko'yikmidi eshiklari. Hamma yerine regropka bo'ladi. Shunday ishlandi bu. Dedan tozalagan joylari ham bunday turbo bilan ishlandi. Obratcha podachasi, yana podacha obratcha orqalari. Podachasi utublantirilgan. Buni bahosini keladigan bo'lsak, 8 million 600 ming so'm tayyor bo'ldi utublanasi bilan. Kimga shunday xizmatda kerak bo'lsa, shu pastdan nomerlarni chiqarib qo'yamiz. Aloqa chiqarasizlar. Sog' salomat bo'linglar.